Yegenler dermanda, yemegenler ermanda. Hurmatli obunachilar, hazır Yangibozor tuman markazindamiz. Chef fast food xonasi ochildi. Ochib berdingizlarmi? O'ngdan bo'lsin. Rahmat, katta ekan. Nimalar bo'ladi bu yerda? Fast food, gamburger, lavash, hot dog, pizza, nuggetsi bo'ladi. Kelaveringlar, kutamiz, ishtamiz 10 dan 12 gacha. Yana ham qaysidan? Yana ham qaysidan yeb ko'ring kelib turibdi. Mo'lanmi? Aypa, yoqdimi sizga fast foodlarimiz? Vadim bana yaktı, malades, yaxşı. Başlagan işleri o'nundan bo'lsin. Xudoyim yaxshi kunlarga buyursin, tapqan tuqqanlari. Dim mazal ekan. Kenglar o'rtoqlar, yegenler dermanda, yemegenler ermanda. Yana kim var? Kim var sizlar? Bundan bereyim mi? Başlayan işler ondan bo'lsin. Tapqanlarınız yaxshi kunlar buyursin. Vayim hamma shurga taklif etamiz. Zo'rmi aka? Dim ajoyib zo'r. Hoppa, kirib yuring, choy poy beradilar ichkarida. Bundan bo'lsa bundan. Oo. Lavaş yedik, pizza yedik. Zo'rmi? Tavsiya Shirinliklari qilasizmi? zo'r. Hammaga tavsiya etamiz. Yangibozor eline. Shunday ajoyib mazali vajda ochilibdi. Xudo xolasa kelaverasizlar. Az yeb gördük hemen narsasini ajoyib, dim mazali ekan. Kelishni tavsiya etaman. Nima yeding? Pizza. Yaxshimi? Yoqdimi sana? Alan. Og'anga yoqdimi? Alan. Sana yoqdimi? Zo'r dever. Zo'r devermi? Zo'r devermi? Двойной. Двойной. Manzillarimiz Yangibozor sentrda bo'ladi, Paxtazavod ko'chasi bo'ladi. Bu yog'imiz svetofor bo'ladi, Paxtazavodning svetofori Oybeganing do'konining yonboshida bo'ladi. Qiziqsangiz bemalol pastdan nomerlar telefon qilaverasizlar, hurmatli obunachilar. Shu yerda bo'ladi mana. Ichkarida yana ham bor, to'rt ham bor, to'rt ham ketib hozirlar, ketib qolmagan.